mana shu kishi tashabbuslari bilan 4 ta ko'cha suvlab qoldi. Ko'rmisiz? Hozir ham nima ovora bo'lyapsiz? O'sha 4 ta ko'cha suv bo'ldi-da, suv ham chiqadi, bitta nasos qo'ygan masalamiz. Nasos ketdi. Yo'q, nasos ketmayapti. Bor biz urgandik, birgalikda viloyat suv ta'minotini xodimlari bilan Shepsa safar bilan birgalikda borib urgandik. Urganchi jarayonida shunday bo'ldiki, bitta nasos qo'ydirmasak bo'lmaydigan bo'lyapti. Shunga agar siz shuncha xalq uchun chopdingiz, biz ham yordam qilmasak bu yo'q bo'ladi. Nima masalada yechib beramiz hozir. Bu kishi o'zi hech kim. Mana ayol boshi bilan chopib yugurib 4 dan 5 ta ko'cha suv o'tkazib turib, xonadonlari hammasiga kirib turib dedilar. Pulni ham o'zim yordam qilaman. To'lovga. Qani qaysi to'lamasin, qani ma'qul gaplashasiz. Rahmat, shunchalik yordam qildilar katta. Rahmat. Sizga rahmat. Shu yurib, yili mana suv yo'q desa, borarlar, ko'rarlar hammasini. Endi Fayzobod mahallamiz shunday joylashib qolgan, bu yerga 5-6 ta mahalladan suv keladi, juda tiqilib qolgan. Sal murakkablik joylar. Hozir bizdan keyin ham suv so'rashyapti bu kishidan sig'ib. Suv yo'q, nolik uchun olamayapti. hozir mana 343 sonli qaror bo'yicha ham bularga yana qo'shimcha suv o'tkazish jarayonlari ham davom etyapti. Hozir işte 10 ta xonadon qoldi. O'sha 10 ta xonadon bo'lgandan keyin tugatiladi. Hozir mana o'zida ham xabar bor, shunaqaki mana Kalimatjon muborak yangi anons loyihasi bo'lyaptiki, o'sha planlashtirib turibmiz, o'shadan suvdan Fayzobodgacha olib kelishdi. Oldin ham bilasizmi, endi bir reja qilib o'tdik. O'sha xo'jani nimani? Shundan olib kelishdi. 360 nasosni bajarib o'tdinglar sizlar. Yana berasiz. Boshqa o'zi. Mana respublika beramiz nasos.